Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube'da yiliga 500 ming dollar ishlab topish mumkin bo'lgan yo'nalishni ko'rib chiqamiz va obzor qilamiz. Aytib o'tish kerakki, bu yo'nalishni siz Namangandagi bizni YouTube School o'quv markazimizga kelib, bemalol biz bilan yonma-yon turib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, videoga like bosing, obzorni boshladik. Demak do'stlar, boshladik. Gap spot bilan mana ko'rishingiz mumkin GTA Addiction kanali. Bu kanalda 501 ming obunachi bor va kanalga 298 ta video yuklangan. Hech qanday shorts yoki streamlar qilinmagan. Bir kun avval chiqargan videosi 1 million 600 ming prosmotr, 369 ming, 669 ming, 587 ming, 1 million 200 ming, 400 ming, 1 million 700 va shu tariqa davom etgan. Mana bu joyda kanal egasi o'ziligini isbotlash uchun o'zi stream qilgan, ya'ni video o'ynab yuklagan. Endi mana ko'rishlar mumkin 995 ming, 1 million, 1 million 200 ming, 800 ming, 1 million, 2 million 300 ming, 1 million. Xullas, kanalda prosmotrlar million, hammasi deyarli million. Va bu yo'nalishni obzor qiladigan bo'lsak, men bu yo'nalishda kanalni yuritganman va hozir ham yuritaman. Yaqinda bitta kanalimni sotib yubordim. Bilmadim bu vaqt ya'ni videoni qaysi vaqtda tomosha qilyapsiz. Bu yo'nalishda 22 daqiqalikdan 25 daqiqali, 26 daqiqalik o'rtalikda videolar qo'yiladi. 1 soatliklari ham bor va odatda 1,5 dollardan 4 dollargacha RPM beradi. Ya'ni 1000 ta prosmotrga YouTube sizga 3 dollar pul to'laydi. Misol uchun mana bu 1 million 600 ming prosmotr bo'lgan videoga YouTube 5000 dollar atrofida pul bergan. Bittagina mana shu video uchun. Ya'ni agarda bir kunda 1 million 600 ming prosmotr to'playaptimi, demak 5000 dollar bor degani. Bittagina videoni o'zidan. Demak hech qanday streamlar va shortslar yo'q. 300 ta video bilan kanal qachon ochilgan? 2025-yil 15-fevral. 1 yil bo'lay dedi. Kanalda 219 million prosmotr bor. Agarda 2 dollardan birozgina ko'proq RPM hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 1,5 dollardan 4 dollargacha dedim. 2,5 dollar RPM hisoblaydigan bo'lsak, 500 ming dollardan ko'p bo'ladi. Mana shu kanal egasi 1 yilda 500 ming dollardan ko'p pul ishlab topyapti. Bittagina GTA yo'nalishida bittagina kanaldan bo'lishi mumkin. Bu kanalni egasini xuddi shunga o'xshagan yana bir nechta kanallari bor bo'lishi mumkin. Videoni ko'ramiz. Shunday mana. Birozgina ko'ramiz videoni, nimalardan iboratligini. Xuddi mana shunday video tayyorlashni bizning Namangandagi YouTube School o'quv markazimizga kelib, bemalol o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Lokatsiya so'raydiganlar ko'p bo'lyapti. Lokatsiyani shunchaki Google qidiruvga YouTube School Namangan deb yozsanglar, bizning lokatsiyamiz kelib chiqadi. Xuddi shu tarzda ketadi va bu qahramonlar birma-ketin mana bu mashinalar, mototsikllarga o'tib, ma'lum bir masofalarni bosib o'tishadi. Bolalar uchun juda ham qiziq bo'lgan yo'nalish. Bolalar televizorda buni soatlab ko'rishadi. Yozishinglar mumkin. Ko'pchilik yozadi, YouTube'ni yaxshi tushunmaydigan insonlar O'zbekistonga YouTube'dan pul bermaydi-ku. To'ppa-to'g'ri, O'zbekistonga YouTube tomosha qilsangiz pul bermaydi. Lekin bu degani siz O'zbekistondan turib YouTube'dan pul topa olmaysiz degani emas. Bizni chiqaradigan videolarni asosan mana shu GTA 5 yo'nalishini Amerika, Braziliya, Indoneziya, Hindiston va boshqa davlatlardan tomosha qilishadi. Va ana shu davlatlarda YouTube'ni ko'radigan bo'lsangiz, videolar orasida reklama chiqadi va mana shu aynan reklama chiqqani uchun YouTube sizni videolaringizda reklama chiqqani uchun sizga pul to'laydi. Shuni hisobiga biz bemalol O'zbekistondan AdSense yordamida Hamkor bank yoki boshqa banklardan pul yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Odatda Hamkor bankdan pul yechish tavsiya beraman. Hech qanday muammolar tug'ilmaydi. Ya'ni har xil hodisalar bo'ladi. Ya'ni AdSense egasi agar sizni o'zingiz AdSense'ingiz bo'lmaydigan bo'lsa va kimdandir AdSense sotib olgan bo'lsangiz, siz o'zingiz hisob raqamingizni kiritasiz-ku u yerga. AdSense egasini o'zi kelishini talab qilishi mumkin. Ya'ni har bir ikir-chikirga
maksimal to'xtalib ketishi o'zimga ma'qul deb bilyapman. Shunchaki bitta yo'nalishga obzor qilib qo'yish o'z emas. YouTube haqida ham ora-orada shunaqa foydali ma'lumotlar berib ketaman. Shuning uchun videoni siz pauzaga qo'ymasdan, o'tkazmasdan dakansa oxirigacha tomosha qiling va oxirrog'ida ham yaxshi ma'lumotlar sizga albatta chiqadi. Demak, birinchi kanalni ko'rib chiqdik, GTA Addiction. Ikkinchisi juda ham bir zo'r ishlaydigan kanal, Riser kanali. 422 ming obunachisi bor kanalda va kanal 2009-yilda yaratilgan. 195 million prosmotri bor kanalda va hech qanday shortslar yo'q. Faqatgina katta videolar orqali. Kanal 2009-yilda yaratilgan bo'lishiga qaramasdan, aslida videolar 1 yil avval, 1,5 yil avval chiqish boshlagan, mana ko'rishlar mumkin. 1,5 yil avval videolar chiqishni boshlagan, hozir ko'ramiz. Birinchi videosi 2024-yil dekabr. Deyarli 2 yil bo'libdi. Kanal 2 yilda 200 million prosmotr. Agarda 200 million prosmotrga ham $2,5 RPM hisoblaydigan bo'lsak, meni kanalim $3,5 RPM berardi. $2,5 RPM hisoblaydigan bo'lsak ham, bemalol $500,000 dan ortiq bo'lishi kerak. Ya'ni 2 yilda $500,000 topyapti bu kanal. Bittagina kanal. Ya'ni men butun YouTube'dan $500,000 topsa bo'ladi degandim. Bitta kanal egasi bunaqa kanallardan bemalol birdaniga 3 ta kanalni ko'tarib yurgizishga vaqti yetadi, bemalol. Undan ko'piga ham aslida vaqti yetadi. Men sredniy hisobladim. Demak, katta kanal mana 9 soat avval qo'yayotgan videosi 100 ming prosmotr olyapti. Bu yerda 200 ming, 300 ming, 200 ming, 584 ming, 300 ming, 400 ming va shunaqa katta prosmotrlar. Demak, ikkinchi kanalni ham biz ko'rib chiqdik. Endi uchinchi kanalga o'tamiz. Cybercav kanali. Bu o'zimizning O'zbekistonlik insonning kanali, to'g'risi. Batafsil ma'lumot bergim kelmayapti. Endi qaranglar, kanalda jami 86 million prosmotr. Kanal 2023-yil 29-yanvar. 3 yilga qarab ketyapti kanal ochilganiga. 3 yildan o'tdi. Endi jami 89 million, 86 million. Ya'ni agar $2 dan hisoblaganda ham $150,000 mi? $150,000 agar hop stari videosiga qo'yamiz. Stari videosi, lekin kanal ochilganiga 3 yil bo'lishiga qaramasdan eng birinchi qo'yilgan videosiga avgust 1,5 yil bo'libdi. 1,5 yilda $150,000. Oyiga $10,000 tushyaptimi? Menimcha normalniy. Oxirgi videolar unchalik katta prosmotr olmayapti ekan, lekin asosan bu yo'nalishda videolar mana bunaqa katta prosmotrlar olib ketadi. Oldingi kanallari ham katta prosmotrlarni bir qator ko'rib chiqamiz. Populyarniy videolar mana 4,8 million, 4,7 million. Undan oldingi kanalchi GTA Addiction kanali video va populyarniy videolari 4 million tepada prosmotr olgan. Xo'p, bu yo'nalishni ham demak ko'rib chiqdik. Cybercav kanalini ko'rmadik menimcha. Populyarniy videolari 8 million 600 ming ko'ribmiz. Demak, mana ko'rib turibsizlar. $10,000 bemalol yuqorida pul topsa bo'ladi. Bittagina kanaldan. Keyin kanalga o'tamiz do'stlar. Nima uchun 2009-yildagi Gmail, ya'ni 2009-yilda ochilgan kanal odatda eski, ya'ni avval ochilgan Gmail va avval ochilgan kanallarda YouTube yaxshi tavsiya qiladi va YouTube ko'zida bu ishonchli ko'rinadi. Odatda bunaqa kanallar YouTube yaxshi qo'llab-quvvatlaydi agarda oldin hech qanday YouTube strikelar bilan yoki g'alabalar bilan YouTube qonun qoidalarini buzmagan bo'lsa. Mana shunday kanallar agarda sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta biz bu yo'lda ham sizga yordam beramiz. Xo'p, mana bu kanalni ko'rib chiqamiz. Yaxshi prosmotrlar, ba'zilar rekomendatsiyaga o'tyapti. Yaxshi harakat qiladigan bo'lsa, kanal anchagina ko'tarilib oladi. Va populyarniy videolari 190 ming. Xo'p, kanal 2006-yil, mana aytganimdek, 2006-yilda ochilgan kanal. Jami 2,2 million prosmotr va eski videolari mana ko'ryapsizlar, 19 yil avval video yuklangan kanalga, lekin 6 oy avval boshlanibdi kanal. 6 oyda 2,2 million bo'ladigan bo'lsa ham 200 mingini kanalni monetizatsiyasiga chiqarib yuboramiz va 2 million prosmotrga $3 RPM to'lansa 6 ming. 6 oyda 6 ming, oyiga $1,000. $1,000. Menimcha har qanday davlat ishi, ya'ni siz topishingiz mumkin bo'lgan puldan ko'ra $1,000 ko'proq pul. Yana bitta gapni sraz aytib o'tib ketaman. Agarda sizga mana shu yillarda ochilgan kanallar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz kanal ochib, mana shu yillardagi kanalni sizga sozlab o'tkazib berish xizmati ham bizda bor. 2006-yilda ochilgan kanallar. Xo'p. Demak, keyingi kanalga o'tamiz do'stlar. GTA Fan TV.
Bu kanalda 58-59 ming obunachi bor va jami kanalda 21 milliondan ortiq prosmotr. Kanal 2024-yil 5-mayda ochilgan, 1,5 yildan o'tdi va eng eski videosiga ham shu hop eng eski videosi kanalda mana shu 26-may. 1,5 yil bo'libdi. 1,5 yilda kanal unchalik katta uchib ketmabdi, lekin eng katta prosmotri 6 million 700 ming va 21 million. 21 million prosmotrga deylik agar 3 dollar, 2,5 dollar RPM hisoblasak ham 50 ming bo'ladi. Xo'p, 50 mingni agar 1,5 yilga bo'ladigan bo'lsak, oyiga 4 ming dollar. Amerikada ham kechirib qo'yasizlar, uncha inson 4 ming dollar topa olmaydi. Agar topib yurganlar bo'lsa, bu degani hamma ham topa oladi degani emas. Demak, keyingi kanalga o'tamiz do'stlar. GTA Monster Pro yangi kanal ekan. 14 ta video bilan kanal monetizatsiya shartlarini bajargan va yuqorida aytib o'tganimdek 2006-yil 20-iyunda ochib sozlangan kanal. Demak do'stlar, kanalga 1 oy bo'lgan video yuklanayotganiga va bu yerda kollaboratsiya bor, mana ko'rishlar mumkin. 3 ta kanalni bog'lab qo'yibdi. Ya'ni bu kanalni egasini kanali bitta emas, 3 ta kanallarni mana kollaboratsiya qilib tashlagan. Kollaboratsiya haqida. Kollaboratsiya agarda sizni 3 ta kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga kollaboratsiya qilib qo'yadigan bo'lsangiz, auditoriya almashinadi deb aytilyapti. Xo'p, keyingi kanalga o'tamiz do'stlar. Shu tartibda mana keyingi kanal GTA Power Play kanali 68 ta video bilan 5200 obunachi to'plab qo'yilibdi va kanalda 1 million 100 mingdan ortiq prosmotr. Va kanal 2010-yilda ochib sozlangan. Shu yuqoridagi gaplar. Stari videolari 5 oy avval boshlangan. 5 oyda 1 million 100 ming prosmotr juda ham kam to'g'ri. Lekin agar 2,5 dollardan RPM hisoblaydigan bo'lsa, 2,5 ming dollar. 2,5 ming dollar 5 oy uchun oyga 500 dollardan o'rtacha dohod, ya'ni o'rtacha daromad. Endi keyingisi 75.800 obunachi bilan 14 ta video yuklangan ekan kanalga. Jami kanaldagi prosmotrlari 599 ming. 2012-yilda sozlangan kanal ekan. Xo'p. Video qo'yilgan, 14 tagina video qo'yilgan va asosan translyatsiya bo'lar ekan kanalda. Mana ko'rib turibsizlar. Translyatsiyadan ham normalniy pul ishlasa bo'ladi. 500 inson ko'rib o'tiribdi. Agar kanal egasi yaxshi tushungan bo'lganida, birato'la 5 ta 6 ta translyatsiya yoqib qo'ygan bo'lganda yaxshiroq daromad ko'rgan bo'lardi. Demak, keyingi kanalga o'tamiz do'stlar. Xo'p, keyingisi Epic Ramp Challenge. Bu kanalda 5000 dan ortiq obunachi va 70 bitta video bor ekan do'stlar. 9 sentyabr 2025-yil. Xo'p, videolari, stari videolari 4 oy bo'libdi. Video yuklanish boshlanganiga 4 oyda kanalda 1 million 300 ming prosmotr, 1 million 100 mingga hisoblaymiz, chunki kanal monetizatsiya ulangunga qadar 200 mingdan ortiq prosmotr havoga uchib ketib qoladi. 1 million 100 ming prosmotrga 3000 dollar примерно hisoblaydigan bo'lsak, 4 oyda. Menimcha 4 oyda 3000 dollar, oyga 8 dollar, 900 dollardan tushadi normalni. Xullas do'stlar, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, aynan mana shu yo'nalishda stabil daromad qilsanglar bo'ladi va hozir oxirgi vaqtda kanalga kelayotgan harmful content, ya'ni yosh bolalar ijrosidagi xavfli kontent, voyaga yetmaganlar ijrosidagi xavfli kontent yoki nedostoverniy kontent, ya'ni ta'lim qiymatiga ega bo'lmagan kontent degan da'volar aynan mana shu yo'nalishga kelmaydi. Va odatda bez apellyatsiya kanal monetizatsiyaga ulanyapti bizda. Apellyatsiya tushmayapti hech qanday va yaxshi, stabil daromad qilsa bo'ladi va misol uchun sizga qaysi yo'nalishda video qilyapsan deb aytadigan bo'lsa, kimdir so'raydigan bo'lsa ham, bemalol uyalmasdan ko'rsatsangiz bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, bizda Namangan viloyatida, Namangan shahrida YouTube School o'quv markazimizni ochganmiz va bu o'quv markazimizda siz kelib 1 oy davomida 30 kun to'liq kunduzgi soat 10 dan kechki soat 18:00 oralig'ida kuniga 8 soatdan 1 oy, 1 oyda 8 soatdan hisoblaydigan bo'lsak, 240 soat siz ta'lim olishingiz mumkin va siz so'ragan savollarga maksimal javob beriladi va bu yerdan o'zingizni nasib bo'lsa o'rganishingizga qarab mutaxassis deb o'zingizni tan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Biz sizga mana shu bo'yicha yordam berishga tayyormiz. Agarda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, YouTube'da o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi Telegram kanaliga, kommentariyadagi Telegram kanaliga qo'shilib, u yerda bizni kuzatib, Telegram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' salomat bo'linglar. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta like bosinglar. Mana do'stlar, videoni oxirigacha ko'rdik. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa va hali ham like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosing va
Kelasi videoda mendan qanday ma'lumotlar xohlashingizni kommentariyaga yozib keting. Sizlar bilan YouTube maktabi va Islomjon bo'ldi.